Qadrli bo'lgan qadrdonlarim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boydaduz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Yazavon tumani, Yazavonda Toshqo'z mahallasidamiz akalar, Toshqo'z mahallasida. Aka ismingiz nima edi? Ahmadjon. Ahmadjon akamizning xonadonlaridamiz. Ahmadjon akamning xonadonlarida ikkita bo'g'oz, birinchi tug'ishi Xonajin bo'g'oz chorvalari bor ekan, bitta qisiri bor ekan, u semental ekan, bir dona. Ikkita qisirmi? Ikkita qisir, ikkita bo'g'oz. Ikkita qisir, bitta bo'g'oz. Ha, bitta bo'g'oz, ikkita qisir ekan. Akalar, uzr. Hozir imkon qadar sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. 19-yanvar 2026-yil hafta kuniga dushanba. Akalar, hozir biz imkon qadar yaqindan sizlarga tanishtirishga harakat qilamiz. Akalar, hozir biz buni o'zimiz metrda o'lchadik, bo'yi 1.22 chiqdi, toza. Birinchi tug'ishi, Xonajin. Aka, tisham buzgan yo'q. Ko'rsatingchi, bo'zayligini ko'rsatingchi. Endi olaman deydiganlar bor-da. Yani ko'proq qani? Bo'ldi, endi tish yoryapti ekan-a. Aka, baqin nima qilingchi? Aka, endi eti boshi ham zo'r ekan, zo'r boqib qo'yibsiz. Malades, rahmat sizga. Aka, nespil deysiz, endi qiziqqanlar sizga aloqaga chiqishadi imkon qadar. Nespil deysiz, mana bo'yi 1.22 o'lchadik. Birinchi tug'ishi, qonida 5 oylik bolasi. 22 million kami bor. So'rab olishaveradi. Kami bor. Kami bor. 22 million so'm deb baho aytayapti akalar. Imkon qadar telefon qilib, nima deydi? Talash tortish sunnat deydi. Bozor qilib talash tortish sunnat deydi. Imkon qadar aloqaga chiqib, nahnovolari bilan o'zlaring nima qilaverasizlar. Aka, 20 pastda gaplashamizmi, yo'qmi? Aka, 20 pastda gaplashamiz. 20 pastda gaplashmaymiz, a? 22 baho aytayapsiz. Baho aytayapsiz. Buni qachon olgansiz aka? Aka, buni olganimga 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oydan keyin joyga qo'yib qo'yganman, bo'g'ozni qo'l soldirib olganman. Ha. 3 oylik bo'g'ozni 3 oylik bo'g'ozni man 5 oyga beryapman. Nima qilmaslik, hali odamlar ishlamaslik uchun 5 oyga beryapman. O'zi 3 oylik qo'l soldirganman. Ha, olganingizda bo'g'oz edi, 3 oylik deb olgansiz, olganingizga 3 oy bo'ldi. Hozir demak, agar nima bo'lganda 6 oy hisoblanadi, siz hozir 5 oy deb 5 oyda beryapman. Aniq, hali nima qilmasin deb turib. O'zi arzongan bo'lsa 5 oyga deb beryapman. Bo'ldi. Akalar, telefon raqamlarini aloqaga chiqish uchun ekranni pastiga chiqarib qo'yamiz. Imkon qadar aloqaga chiqib, talash tortishib, gaplashib, suhbat qurib, bozor qilib olaverasizlar akalar. Hozir imkon qadar keyingilarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir olib chiqamiz. Aka, telefon raqamingizni ayting. 94lik 94lik 632 632 23 23 34. 34. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, mana ikkinchisini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda chorvalar juda ham ko'p ekan, imkon qadar sizlarga yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Akalar, semental so'ragan akalarimizga. Aka, bu zoti semental, a? Aka, toza. Toza 100 100. Xo'p, akalar, hozir bo'yini metrda o'lchadik, toza. Buru necha chiqdi? 43 chiqdi. 45. 43 ga hisoblanib. 43. 45 deyildi-yu. Endi biz hali metr deb sal egilib olganning hisobiga 43 deb beryapmiz akalar. Semental. Bu qisira? Aka, qisir kuyib sigir qilaman degan odamga rosa. Akalar, mana semental so'rayotgan akalarimiz, Xorazmlik, Samarqandlik akalarimiz aloqaga chiqayotdi semental deb. Mana katta sigir qilaman, sog'in sigir qilaman deganlar, boqib boraman. Kelajakda mana qilib qiziqarli, chiroyli, havas qilgan akalar, chiroyli semental boqaman degan akalarimiz, akalar, mana sementalda yagonasi 100 ga 100. Xudo xolasa. Mana yelillari ham oq yelin ekan. Tish yormagani? Yo'q aka, bo'zay. Ko'rsatingchi, bo'zayligini bir asos qilib beringchi bo'zayligiga. Qani? Qani? Mana endi Qani? sigirlar. O, endi bitta chiqaribdi ekan mana akalar, bitta. chiqaribdi. Ha, boyasiga yetibdi. Ha, siz olganingizda bo'zaydi. Olganingizda qancha bo'ldi aka? Olganimga 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi aka. 4 oy bo'libdi. 4 oydan beri boqyapti ekan, hali qo'ymagan qisir. Akalar, mana imkon qadar mana bo'y bastini ko'rsatyapmiz. Bu 43 hisoblashdi, 45 deyishdi. Keti boshi, eti zo'r. Aka, bunga endi yuvoshligi yuvosh ekan.
Endi ko'chaga chiqmaganda, 1-2 ko'chaga chiqsa, keyin sal o'zini sovib nima qoladi. Aka necha pul deysiz endi? Necha pul baho berasiz biz nimalarimizga? 35 millioncha tushib beramiz. 35 millioncha qimmat aytib yuborsiz aka. Hop 30 so'qib bersak bo'ladimi obunachilaringizga? 33 ham deng. O'shanda ham so'rashadi. Bu 33 million. Akalar biz 33 so'radik. Talash tortish sunnat deydi. Bozor qilib olaverasizlar akalar, imkon qadar. Imkon qadar. Oyoq qo'li uzun, baquvvat. Endi telefonda kimga qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin mol juda ham chiroyli, sifatli. Hali moling bormasa, bor, yur ko'rasanmi deb ko'rsa ko'rgidek, sifatli, chiroyli. Demak, hali buni ortiqcha maqtashda hojati yo'q. O'zi sementallar zoti har xil bo'ladi. Endi nimaga bu tanasi sariq bas desalar ham, bu jicha qo'ng'ir ekan. O'sha zotga sementalda nimasi? Zoti ko'p-ku. Har xil nimalari bor. Shuni hisobiga akalar ko'rib, aloqaga chiqib, bemalol Telegram bor-a? Misol uchun Telegramda qo'yib bering, biz alohida gaplashamiz, videolar ham bor-da, ko'ramiz, qo'yib beraverasiz. Akalar bunga telefonlarni ekranni pastiga chiqarib qo'yamiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisini ham ko'rsatasizlarmi? Ha, bo'ldi, xo'p. Aka bo'ylab ko'ringlar. Ikkinchi qisir, birinchi xonajinimiz. Oyoq qo'li uzun, bu Rossiyskiy parodaga o'xshayapti. Nomi nima bu? Ha? Rossiyskiy paroda. Unay semental bo'lsa Rossiyskiy paroda. Aka buni ham, akalar buni ham bo'yini o'lchadi. 1.40 chiqdi, 1.40 chiqdi. Rossiyskiy paroda xonajinlardan. Bo'g'oz bas, qisir akalar. Yonidagi ham qisir, bu ham qisir akalar. Bunday qilincha nimalari ham, yelinlari ham oq ekan, buni ham yelini oq ekan. Lekin bu jicha ingichkaroq ekan. Xo'p, xonajinimiz qisirda ham olib chiqdik. Bu ham rasa tobiga kelgan. Ahmadjon aka, buni narxini ayting endi aka. Qancha bo'lgan olganingizga buni ham? Aka buni olganiga 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Hammasi 3 oy, 4 oy, 3 oy, 4 oydan bo'ldi. Bu hozir nariginga qaraganda bu jicha ingichkaroq, bu rossiyskiy, narigi semental. Narigi xudo xolasa xijolat qilmaydigan dokumentalniy semental. Mana ko'rinishini ham qaranglar. Mana akalar. O maqtashda hojati yo'q. Kimga qanaqa bu telefonda ko'rinyapti, lekin ko'zlaring bilan ko'rib olganga yetmaydi. Xo'p, buningiz aka 4 oy bo'libdi olganingizga. Yeb ichishi joyida. Ham yo'q, garanti. Avvalo Xudo. Avvalo Xudo. Lekin hammasi yeb ichgan, shunchalik semirgan, shunchalik bo'lgan. Bo'ldi. Aka narxini ayting. Narxiga qiziqishadi bizning nimalarimiz. Xo'p, 23. 23. Kami bor, tushib beramiz. Kami bor, tushib berasiz. Ha. Kelishamiz. Kelishasizlar. 20 pastda gaplashamiz, videolar chiqib qolsa nima deysiz? Murosa qilamiz. Murosa qilasizmi? Murosa qilamiz. Bo'ldi. Akalar imkon qadar ko'rsatishga harakat qildik. Ikkita qisirimiz mana bu chiroyli bor ko'rinyapti. Kimga qanaqa bilmadim, mana bu oma ajoyib. Bemalol semental. 100 ga 100 desa adashmaymiz. Balkim uruqqa qo'yilgandir, balkim 100 ga 90 dir. Oladigan qiziqqan odamlar imkon qadar ko'rib, bilib, talashib, tortishib olaverasizlar akalar. Juda ham chiroyli narx aytildi. Bunga 33 aytdingmi? Nechta aytding? Onamga 33. 33 baho aytilyapti. So'raverasizlar, omad semizligi, baquvvatligi ancha zo'r. Bunga hozir 23 baho aytilyapti. Biz o'zimiz 20 pastda gaplashaveramiz desam, imkon qadar aloqalashamiz. Qadrdonlar, telefon raqamlarini ekran pastga chiqarib qo'yamiz. Aka yana bir marta telefon raqamlaringizni, ikkita raqamini ayting. Telefon raqami. 93lik. 93lik 600 Mahamadjon. 33lik 632 632 23 23 34 34 33ligi. 33ligi. Ikkinchisini bering. 94lik 632 23 34. 23 34. Akalar mana chiroyli ajoyibidan ekan. O qaranglar, ko'rinishini qaranglar. Oppoq so'rdidan ekan. Bunga necha pul beramiz? 28 kami bor. 28 kami bor. Baland aytib bormayapsizmi? Sal yo'q, kamaytirib berasizmi yo telefon tushib berasizmi? Tushib beramiz. Bo'ldi. Akalar, qadrdonlar. Mana bitta taka, ikkita qisir, bitta bo'g'oz molimiz sizlarga imkon qadar yaqindan ko'rsatishga, ma'lumotlarini berishga harakat qildik. Bemalol aloqaga chiqib, gaplashib, talash tortishib,
savdo qilaverasizlar. Akalar, videomiz so'ngida eslatib o'tamiz. Akalar, Telegram kanalimizni ochib qo'yganmiz. Instagramda ham bemalol Boydada.uz kanali deb bemalol kirib, o'zaro savdo sotiq qilishlar imkoniyatlari yaratilgan. Kelgusi videolarimizda g'oyibona ko'rishguncha deb qolamiz. Xayrlashmaymiz. Sog' bo'linglar, qadrdonlar.